Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 6-darsimizga xush kelibsiz. Esingizda bo'lsa, kecha 5-darsimizda tashdid degan mavzuni o'tgan edik. Tashdid mana quyidagi holatda 3 ga yoki bo'lmasa o'zimizda sh harfiga o'xshaydi deb aytgandik. Tashdid o'zi asosiy ma'nosi nima edi? Asosiy ma'nosi arab harflar ustida kelardi. Harfni ikkitaligini bildirardi hamda birinchisi har doim sukunlik bo'lardi. Keyin tashdid 4 ta holati bor edi. Fathalik holati bitta, kasralik holati esa ikkita edi hamda domalik holatlari mavjud edi. Biz kitobimizdagi kecha so'zlarni bir qismini o'qigan edik. Bugun esa shu kitobimizdagi so'zlarni davomini o'qiymiz hamda ertadan yangi mavzu o'tamiz, xudo xolasa. Kecha esingizda bo'lsa, kitobdagi shu yergacha bo'lgan so'zlarni o'qigan edik, uni belgilab qo'ygan edik 52-betda. Bugun esa shu kitobdagi so'zlarni davom ettiramiz. Tadabburu degan joydan boshlab davom ettiramiz. Birinchisidan boshlab o'qishda boshlaymiz. Ushbu belgi harfni ikkita qilardi. Esingizda, birinchisi sukunlik, ikkinchisi shu ustida yoki ostida qaysi belgi bo'lsa, o'sha belgi bilan o'qirdik. Shunda birinchisi tadabburu, bir to'xtovlardikda, xuddiki to'xtaganda, keyin ustida u bo'lsa, u yo'q ketardik. Shu holatda endi tez-tez o'qib ketaveramiz. Shunda tadabburu, takabburu. Mana bunga e'tibor bersak, biz aytgan edik, bu qismi h-ni bildiradi. Bu h, tepa qismi esa t-ni bildiradi, to'g'rimi? Birinchi tepasi o'qilardi, chunki ikkita nuqtasi bo'lgani uchun t bu. Shunda t a, bu bug'u h, keyin a. Shu holatda ketadi. Shunda tahajjuru, tavahhudu, tasakhunu, tabaddulu. Ushbu so'zda bu t harfini bildiradi, chunki ustida ikkita nuqtasi bor. Pastdagi esa bu h-ni bildiradi. Shunda taharruzu, ta'azzuz. Bu ustidagi fatha t-ni ustida bo'lishi kerak. Sar kitobda siljib ketibdi. Shunda tayassuru, ta'ashshuq, ta'assub, tafaddul, tavatturu, tana'um, tavaghulu. Endi pastdagi so'zlarni o'qiymiz. Tanaffusu, taraqqubu, tafakkuru, ta'allum, takammulu, tafannunu, tasavvuru, taghayyuru, mutakabbiru, mutakaththiru. Bu f harfi chuchuksi, bilasiz, bu shay emas. Shay boshqacharoq yoziladi. Mutahajjiru, mutawahhidu, mutasakhinu, mutabaddilu, mutahazzibu, mutaharrizu. Bu t harfini ustida bo'ladi, fatha. mutaazziz, Bu ham shu t harfini ustida. Shunda mutayassiru, mutavattinu, mutana'im, mutavaghilu, mutanaffisu. Shu holatda o'qib ketaverasiz. Bitta eng e'tibor beradigan narsamiz shu tashdid harfni ikkita qilar ekan, hamda birinchisi nimalik bo'lar ekan? Sukunlik bo'lar ekan. Hamda agar tashdid tagida kelsa bu i ni bildirar ekan, harf tagida kelsa ham i, ustida kelsa a, ustida kelsa ulik holatlari ham mavjud. Ayrim paytda a emas, o ham o'qiladi, bilasiz, roda masalan, qoda. Asosiysi bu o'tgan mavzumizga bog'liq, faqatgina so'zlarni o'qiyamiz. Mutafakkiru, muta'allim, mutakammilu, mutafanninu, mutasavviru, mutaghayyiru, isvadda, isfarro, ihmarro. Bu bilasiz, bu h, pastdagisi m harfi. Chunki mana qarang, bu yoqda siz bu m ekanligi aniq bo'lib qoladi, bu yoqda siz bu h ligi aniq bo'lib qoladi. Igtarro, ihtazza, istaradda, istahabba. Yana bizda pastda ikkita so'z qoldi. Istahalla, istadalla. Shu holatda so'zlarni o'qiverasiz. Bu safar so'zlarni tez-tez o'qidik, chunki sababi biz bularni o'tgan safar hammasini o'tgan edik. Bugungi uyga vazifa shu bugun o'qigan so'zlarimizni hammasini daftarga yozasiz, bo'ldi. Keyin bir qoidalarni takrorlab chiqasiz. Keyin bizda ertaga Telegram kanalimizda har doimgidek 21:00 da test bo'ladi. Testga qatnashishni unutmang. Agar Telegramga ulanmagan bo'lsangiz, biz video ostida linkini qoldiramiz, bemalol ulansangiz bo'ladi.